2026 yilgi Volkswagen Jetta bu zamonaviylik, qulaylik va samaradorlikni birlashtirgan eng so'nggi sedanlardan biridir. Yangi model avvalgilariga nisbatan yanada jozibali dizayn, ilg'or texnologiyalar va yaxshilangan yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Jettaning tashqi ko'rinishi yanada sport uslubida yaratilgan. Old qismi keng radiator panjarasi va LED chiroqlari bilan avtomobilga zamonaviy va kuchli qiyofa beradi. Yon tomoni aerodinamik chiziqlar bilan bezatilgan bo'lib, orqa qismi ham yangi LED optikasi bilan mukammal uyg'unlikda ishlangan. Salon ichki qismi yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan va haydovchi uchun maksimal qulaylik yaratilgan. Keng multimedia ekrani, raqamli asboblar paneli va teginuvchan boshqaruv tizimi haydovchiga barcha funksiyalarni oson boshqarish imkonini beradi. Shuningdek, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa smartfonni avtomobil bilan uyg'un ishlashini ta'minlaydi. Texnik jihatdan 2026 yilgi Jetta 1.5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 158 ot kuchi ishlab chiqaradi. 8 pogonali avtomatik uzatma yoki qo'lda boshqariladigan variantlar mavjud. Yoqilg'i sarfi ham juda tejamkor, shahar va trassa rejimlarida o'rtacha 6-7 litr atrofida. Haydash tizimi yumshoq va barqaror, bu esa uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Xavfsizlik jihatidan Jetta zamonaviy haydovchi yordam tizimlariga ega. Avtomatik tormoz tizimi, yo'l chizigini saqlash funksiyasi, adaptiv kruiz nazorat, orqa kamera va kor joyini aniqlash tizimi mavjud. Bu funksiyalar nafaqat haydovchining, balki yo'lovchilarning ham xavfsizligini yuqori darajada ta'minlaydi. Volkswagen Jetta 2026 yilda ham o'z sinfida ishonchlilik, sifat va texnologiyaning uyg'unligi sifatida qolmoqda. Bu model oila uchun ham, ishbilarmonlar uchun ham mos bo'lib, kundalik hayotda qulay, tejamkor va zamonaviy transport vositasini izlayotganlar uchun ajoyib tanlov bo'ladi.